Nima uchun xolodilnik yaxshi sovutmay qoladi? Ko'pchilik holatda muzxona yaxshi sovutadi, lekin tepa yaxshi sovutmay qoladi. Xo'p, mana bu xolodilnikimiz turi, bu hop plachka deyiladi ustalar tilida. Ya'ni bu yerda e'tibor bersalaringiz, nimasi asosiy muzlatadigan trubkalari mana bu plastmassani orqasida, penani orasida bo'ladi. Xo'p, muzxonada mana bu yerda reshotka bo'ladi. Ba'zi holatlarda u ham o'sha nimaning ichida bo'ladi. Xo'p, bu no frost xolodilnik turiga kirmaydi. Bu oddiy plachka yoki kapelni ham deyshadi. Shunaqa xolodilnik turiga kiradi. Kimda agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, ya'ni pastni yaxshi muzlatyapti-yu, tepa yaxshi sovutmayotgan bo'lsa, ba'zi holatlarda mayt o'zi muz bo'lib qoladi, yog'iga o'tmaydi. Bunaqa holatda utechka bo'lgan, usta chaqirib, faqatgina usta chaqirib qilinadi. Utechkani bartaraf qilib, usta utechkani topib, yamab, shuni zapravka qilib beradi. Uy holatida odamda o'zi, o'sha xonadonda o'zi qilinmaydi bu ishni. Shuning usta chaqirasizlar, kimda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, mana shu xolodilnik turidagi xolodilnikdan bo'lsa kerak sizlarda.